O'ylayman ki anjuman o'z mas'uliyati muvaffaqiyatli bo'ldi. Hozir oxirgi so'zni hurmatli raisimiz Sanoqqa berma. So'zni oldim, men bir omonatni topshirib o'tay Uyg'ur madaniyat markaziga. Xalqimiz bir maqol bog'i omonatni o'yin kirmas turib egasiga topshir degan. Bu kitap Muhammad Yusuf'niki. Bu bizniki peshqadam ustozimiz, dinshunos, islomiy yozuvchi, shoir. Bu kitobni 1000 nusxada chiqqan. Bu kitobni homiysi yaxshi bilsa, metsenatimiz Qozog'istonlik Dilmurod Ko'ziyevning chiqqan bu kitobni, shu kitobni hozir shu Uyg'ur jamoatchiligiga shu taqdim. Hozir shu kitobni Sanoqqa mana markazdagi kutubxonasida saqlashni sizga topshirdim. Hozir navarbiri Staniyadan qizini va Tursubadan rafiqasini tabriklayapsiz.